Nega Rodri Real o'rniga Barselonani tanladi? Yozning eng kutilmagan transferlaridan biri amalga oshdi. Bir necha hafta davomida Rodri Real Madridga juda yaqin edi. Madridliklar futbolchining o'zi bilan 4 yillik shartnoma bo'yicha kelishib olgan, Manchester City'ga 50 million yevro taklif qilgan va bozorda deyarli jiddiy raqobatchisiz qolgan edi. Hatto Barselona ham dastlab bu kurashga aralashishni rejalashtirmagan. Shunday ekan, Rodrining Realga o'tishi deyarli vaqt masalasidek tuyulardi. Ammo 2 hafta ichida vaziyat butunlay o'zgardi. Real kutdi. Manchester City narx oshishiga umid qildi. Barselona esa kerakli paytda paydo bo'ldi. Yakunda Rodri Madridga shaxsan qo'ng'iroq qilib, qarorini o'zgartirganini va Barselonani tanlaganini ma'lum qildi. Xo'sh, Real deyarli hal qilib bo'lgan transferni qanday qo'ldan chiqardi? Rodri nega fikridan qaytdi va bu voqeada Barselona hal qiluvchi ustunlikni qayerdan oldi? Buning uchun voqeani biroz ortga qaytarishimiz kerak. Real nega birdan Rodri uchun harakatga tushdi? Aslida yoz boshida Madridda Rodrini sotib olish rejasi yo'q edi. Klub Aurelien Tchouameni bilan yangi shartnoma bo'yicha kelishib olgan, Bernardo Silvani esa o'z safiga qo'shib olgan. Shu bilan birga Chelsea yarim himoyachisi Enzo Fernandesni ham kuzatayotgandi. Rodri esa boshqa sabablarga ko'ra Madrid rahbariyatida savollar uyg'otardi. The Athletic ma'lumotlariga ko'ra, klub uning yoshini va so'nggi yillardagi jismoniy holatini hisobga olib, katta mablag' sarflashga ikkilanayotgan edi. Ammo jahon chempionati bu qarashni o'zgartirdi. Rodri turnirda maydon markazini boshqarish, o'yinning tempini belgilash va bosim ostida to'p bilan ishlash borasida yana bir bor qanday darajadagi futbolchi ekanini ko'rsatdi. Natijada ilgari tavakkal sifatida ko'rilgan futbolchi birdan Real uchun jiddiy transfer maqsadiga aylandi. Ayniqsa, Jose Mourinyoning talabi vaziyatni tezlashtirdi. Realning yangi bosh murabbiyi yozgi transferlarda katta vakolatga ega bo'lgan va rahbariyatga markaziy yarim himoyachi kerakligini aniq bildirgan. Mourinyo yangi jamoasida aynan maydon markazini kuchaytirishni muhim vazifalardan biri deb hisoblardi. Ammo Rodri bo'yicha yakuniy qarorni baribir Florentino Perez berishi kerak va prezidentda ikkilanish uchun faqat futbolga bog'liq sabablar yo'q edi. Peresni nima to'xtatib turgandi? Bu yerda voqeaning siyosiy tomoni ham bor. Rodri Real prezidentligiga sobiq nomzod Enrique Riquelme bilan aloqada bo'lgan. Riquelme esa saylov kampaniyasi davomida agar g'alaba qozonsa Rodrini Realga olib kelishini va'da qilgandi. Bu Peresga yoqmagan. Ayniqsa, Kope keltirgan yana bir detalni hisobga olsak, vaziyat yanada qiziq ko'rinadi. Chunki Florentino Peresning o'zi ham 2024-yilda Rodri transferi ustida ishlagan. O'sha rejani futbolchining Hochsimon payidan olgan og'ir shikastlanishi to'xtatib qo'ygan. Demak, Perez Rodriga futbolchi sifatida qarshi emasdi. Uni ko'proq tavakkal darajasi va keyinchalik yuzaga kelgan Riquelme bilan bog'liq vaziyat bezovta qilgan. Ammo jahon chempionatidagi o'yin va Mourinyoning talabi oxir-oqibat ustun keldi. Perez transferga yashil chiroq yoqdi. Shundan so'ng Real shunchaki qiziqish bildirishdan amaliy harakatga o'tdi. Real Madrid eng muhim ishning yarmini bajarib bo'lganda, iyulning so'nggi haftasida Madrid klubi Manchester City bilan rasmiy muzokaralarni boshladi. Fabrizio Romano ma'lumotiga ko'ra, dastlabki taklif 50 million yevroni tashkil etdi. Lekin bundan ham muhimroq voqea futbolchining o'zi bilan sodir bo'ldi. Matteo Morata va Ramon Alvaresning yozishicha, Real Rodri bilan 4 yillik shartnoma bo'yicha kelishib oldi. Ya'ni futbolchi Madridga o'tishga ha degan va endi faqat ikki klub narx masalasida kelishib olishi kerak edi. Madridliklarning o'ziga juda ishonganini ham tushunsa bo'ladi. Manchester City Rodrini PSG va Bavariyaga ham taklif qildi. El Equipe ma'lumotiga ko'ra, ikkala klub ham bu variantdan voz kechdi. Chunki futbolchining Real bilan og'zaki kelishuvini bilishardi. Barselona haqidagi dastlabki xabarlar ham Real uchun xavotirli emasdi. Kataloniya klubida Rodri Madridga o'tishni xohlayotganini bilishgan va shu sabab dastlab uning transferi uchun kurashga qo'shilish niyati bo'lmagan. Tasavvur qiling, Rodri bilan shartnoma kelishilgan. PSG va Bavariya chetda, Barselona ham aralashmayapti. Real amaldagi yagona jiddiy xaridor bo'lib qolgandi. Ammo aynan shu ustunlik Madrid uchun muammoga aylangan bo'lishi mumkin. Manchester City auksion kutdi. City 50 million yevrolik taklifni qabul qilishga shoshilmadi. Manchesterliklar boshqa klublar ham paydo bo'lishiga umid qilib muzokaralarda pauza oldi. Agar Rodri uchun yana bir yoki ikkita xaridor chiqsa, tabiiyki narxni yuqoriga ko'tarish mumkin edi. Real esa buning teskarisini o'ylagan. Futbolchi biz bilan kelishgan, jiddiy raqobatchi yo'q. Demak, shoshilishning nima keragi bor? Natijada g'alati vaziyat yuzaga keldi. City yangi xaridor kutdi. Real City'ning pozitsiyasini yumshashini kutdi.
Rodri esa transferning yakunlanishini kutdi. Kunlar o'tdi, ammo kelishuv oldinga siljimadi. Matteo Morettaning ma'lumotiga ko'ra, aynan shu holat futbolchini bezovta qila boshlagan. Rodri Realdan aniqroq va qat'iyroq qadam kutgan. Buning ustiga, u Madridning boshqa transferlarini qanday amalga oshirganini ham ko'rib turardi. Real yozdagi deyarli barcha yangi futbolchilar masalasini 2-3 kun ichida hal qilgan. Rodri bilan esa shaxsiy kelishuv mavjud bo'lsa ham 2 hafta davomida Manchester City bilan jiddiy siljish bo'lmadi va aynan shu 2 hafta Barselonaga kerak bo'lgan imkoniyatni yaratdi. Davomiga o'tishdan oldin videoga like bosib, Interfutbol kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Endi esa asosiy savolga keldik. Realga rozilik berib bo'lgan Rodrining fikrini Barselona qanday o'zgartirdi? Bitta qo'ng'iroq vaziyatni o'zgartirdi. Avgust boshida Barselona Rodrining vakillari bilan aloqaga chiqdi. Ortidan esa Hansi Flickning o'zi futbolchiga telefon qildi. Bu oddiy qiziqish emasdi. Barselona Rodriga uni jamoada ko'rishni xohlashini to'g'ridan to'g'ri ko'rsatdi va ko'p o'tmay futbolchi kataloniyaliklarga rozilik berdi. Bu yerda bitta narsani aniq ajratib olish kerak. Fabrizio Romanoning ta'kidlashicha, Real transferdan voz kechmagan. Madridliklar muzokaralarni ham to'xtatmagan. Demak, Barselona Rodrini Real istamay qo'ygani uchun olgani yo'q. Futbolchining o'zi tanlovini o'zgartirdi. AS ma'lumotiga ko'ra, Rodri hatto Real bilan shaxsan bog'lanib, endi Barselonaga o'tishni xohlashini ma'lum qilgan va buning sabablarini ham tushuntirgan. Rodri nega Barselonani tanladi? Birinchi va eng muhim sabab futbol uslubi. Rodri o'zini to'p nazoratiga, pozitsion hujumga va maydon markazini boshqarishga asoslangan tizimda juda qulay his qiladi. Buning sababini uzoqdan izlash shart emas. U faoliyatining eng yuqori cho'qqisiga Manchester City va Pep Guardiola qo'l ostida chiqdi. Pep esa o'z futbol falsafasini aynan Barselonada mukammallashtirgan murabbiylardan biri. Shu sabab Barselonaning o'yin uslubi Rodri uchun mutlaqo begona emas. Aksincha, kataloniyaliklarning futbol falsafasi uning eng kuchli jihatlarini namoyon qilishga juda mos keladi. Bunga yana bir omil qo'shildi. Ispaniya terma jamoasida Rodri Barselona futbolchilari bilan yaqin munosabat o'rnatgan. Demak, Kataloniyaga ko'chsa u mutlaqo notanish muhitga tushmasdi. Ammo Ko'pa bergan ma'lumot Rodrining qarorini yanada yaxshiroq tushuntiradi. Ularning yozishicha, Rodrining bu yozdagi asosiy maqsadi Real Madridga o'tish emas, Ispaniyaga qaytish bo'lgan. Mana shu detal juda ko'p narsani o'zgartiradi. Chunki Madridda Rodri faqat Realni xohlayapti degan ishonch bo'lgan. AS nashrining yozishicha, klubda shunday prinsip bor. Realga keladigan futbolchi boshqa variantlarni emas, aynan Madridni tanlashi kerak. Rodri esa boshqacha fikrlagan. U Ispaniyaga qaytishni xohlardi. Avval Real yaxshi variant bo'ldi. Keyin esa Barselona undan ham jozibaliroq taklif bilan chiqdi va futbolchi tanlovini o'zgartirdi. Unda kim aybdor? Bu yerda barcha mas'uliyatni bir tomonga yuklash noto'g'ri bo'ladi. ESPN transferning buzilishini ikkita asosiy sabab bilan izohlagan. Birinchisi, Realning sustligi. Madridliklar Rodri uchun bozorda deyarli yolg'iz qolgan paytda vaziyatdan foydalanib, Manchester City bilan kelishuvni tezda yakunlay olmadi. Ikkinchisi, Rodrining shaxsiy tanlovi. Barselona kurashga kirgach, endi masala faqat pul yoki muzokaralar tezligiga bog'liq emasdi. Futbolchi ikkita klubni solishtirdi va o'ziga yaqinroq deb hisoblagan variantni tanladi. Rodrining agenti ham El Larguero efirda aynan shu fikrni tasdiqladi. Real juda jiddiy harakat qildi va Rodrining transferini amalga oshirish uchun qo'lidan kelgan barcha ishni bajardi. Muzokaralar juda ijobiy kechayotgandi. Ammo Rodri boshqa taklifni tanladi va bugun bu haqda Madrid klubiga ma'lum qildi. Shuning uchun Real Rodrini xohlamadi deyish noto'g'ri. Xuddi shuningdek, Rodri boshidan faqat Barselonani xohlagan deyish ham noto'g'ri. Haqiqat o'rtada. Real futbolchini xohladi va u bilan kelishdi. Ammo transferni yakunlash cho'zilib ketdi. Shu paytda Barselona vaziyatga aralashdi va Rodriga boshqa yo'lni ko'rsatdi. Yakuniy qarorni esa futbolchining o'zi qabul qildi. Madridda ham buni fojia sifatida qabul qilishmadi. Klub Rodrining qarorini hurmat qildi va unga omad tiladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Kroos ketganidan keyin Madridning maydon markazida, ayniqsa yuqori pressingdan chiqishda muammolar yaqqol ko'rindi. Buni Flickning Barselonasiga qarshi El Clasicolarda ham kuzatdik. Rodri esa aynan pressing ostida to'pni boshqarish va hujumni pastdan boshlashda Realga juda kerakli futbolchi edi.
Nahotki 50 million yevro hech bo'lmaganda yaqin 1-2 mavsumda bu muammoni hal qilishi mumkin bo'lgan Rodri uchun Peresga qimmatlik qilgan bo'lsa, endi sizga savol: Real muzokaralarni tezlashtirganida Rodri bugun Madrid futbolchisi bo'larmidi yoki Barselona kurashga kirganidan keyin uning tanlovi baribir o'zgararmidi? Fikringizni izohlarda yozing. Videoga like bosib, Interfutbol kanaliga obuna bo'ling.